Do'stlar, bugun O'zbekistonning eng boy biznesmenlaridan biri bilan intervyu qilamiz. Bobur Piradas akami yo Paradismi? Piradas. Piradas. Bobur Piradas, O'zbekistonlik milliarder. Nimaga Piradas? Yoshligimda shu o'rtoqlarim qarshi so'rab kelardi. Bermasam Bobur Piradas derdi, shu bilan men Piradas bo'lib ketdik. Boburga tushunishim bo'yicha, oddiy odam emassiz, mashinalaringiz ko'p. Nechta mashinangiz bor o'zi? Endi bir akamizni ko'rsatibsiz, 39 ta mashinam bor debdi. Menda 78 ta bor. Men bu mashinada asosan endi semichka, non-pon, qurt-purtlarga chiqib turaman. Qolgan ishlarimni hal qilish uchun o'zimning shaxsiy samolyotim bor. Masalan, Chilonzordan Shotarostoygacha shaxsiy samolyotimda boraman. Shaxsiy samolyotingiz bor. Ha. Mana bu shlyapa Brunello kuchinelimi yo Lorepianami? Qatdan buni sotib oldingiz bu? Birinchi marta ko'rishim. Nima degan brend, bilmayman. Menga sovg'a qilishdi. Buning ustida quyosh batareykasi joylashgan. Masalan, telefonlarning zaryadlarini o'zim orqali zaryad beraman. Bitta shaharda unaqasi? Bitta shaharda bitta. Bobur Piradas aka. So'kinmanga. Piradas. Tilim kelishmayapti. Piradas aka, qanday qilib siz millioner bo'ldingiz? Akammisan, borib bu savolingni borku, millioner akalaringga berasan, tushundingmi? Nimaga? Men milliarderman. Bobur aka, 1 million dollaringizni qanday ishlagansiz? Kamboja degan davlatni bilasizmi? Eshitganman, investitsiya kiritganmi sotga? Yo'q. Bitta akamiz kim Kamboja davlatini xaritani topib bersa 1 million beraman deganda, o'shanda men topib bergandim. 1 million bergan. So'mda. Elon Musk telefon qilyapsiz. Ha, Elon Musk. Jo'ra, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Sen ishlayapsanmi? Ha, ishla, men dam olyapman. Ana Elon Musk aytayapti. Elon ota mahallada ekan, intervyu qila olmaysanmi? Qilaman, voy, nima qilayman? Shu bilan qilma. Vahshiy maqtanchoq. Pulni beraman, qilma shu bilan. Yo'q, qila olmas ekan, Jo'ra, vaqti yo'q ekan buni. Bobur aka, rahmat intervyu uchun. Vaqtimiz cheklangan, lekin Nima bu? Suv bilan salat. Reklamaga olmaganmisan bu yerni? yo'q, o'zingiz mehmonga chaqirdingiz-ku. Maqalni sen intervyuga chaqiryapsan. Qancha bo'ldi? 32 mingmi suv bilan salat? Ha, aka. Skitka qilmaysizlarmi? Ha, o'zi 32 ming-ku. Yo, men to'lamayman. O'zing to'la. Yo'q, men to'lamayman. Nimaga to'lamaysan? Sen mantiqan o'ylab ko'r. Sen meni intervyuga chaqiryapsan. 32 ming to'la, meni hozircha pulim yo'q. Bobur aka, mehmon qilaman dedingiz-ku. Qanday men mehmon qilaman? Intervyuni sen aytding-ku qilaylik deb. Yo'q. Men to'lamayman. Xafa bo'lmang-yu, men ketdim. Aka, men to'layveraman. Aka, tinchlikmi? Latifjon, men bor o'zi 5 ming maydan chiqmaydimi? Chiqadi, nimaga? Onasini ham sanashdan puli ekan, chiqib keta olmayapman-da. Alloh aka, muammo yo'q. Kambojada bolalarga aytaman, kartinga tashlab yuboradi, xo'p? Bo'ldi. To'xtab turing. Lekin haqiqatan ham Piradas bola ekansiz. Men boshida aytdim-ku, Piradasman men.